Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yuz uchun Lakora brend ostida ishlab chiqarilgan losyonlar haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qizlar, agar sizni yuzingiz haddan tashqari quruq bo'ladigan bo'lsa, suvsiz bo'ladigan bo'lsa, sizga aynan namlik kerak bo'ladigan bo'lsa, Gyaluron losyonini tavsiya qilaman. Agar sizni yuzlaringiz qizarib, ta'sirchan bo'lsa, ugrini izlari qolgan bo'lsa, terini qayta tiklash kerak bo'lsa, Ulitkani losyoni tavsiya qilinadi. Agarda sizni yuzingiz xira bo'lsa, dog'lar bo'lsa, uni ochartirish, yuz tonini bir xil qilish uchun sizga oqartiruvchi losyoni tavsiya qilinadi. Agarda siz ajin muammosiga yetgan bo'lsa, Ilon losyonini tavsiya qilamiz. Agarda sizni yuzingiz oziqlantirib, quruqishiga qarshi ishlamoqchi bo'lsangiz, sizga mana bu qora ikra losyon tavsiya qilinadi. Agar menga universal ham oqaring, ham namlik bersin, ham oziqlantirsin, ham qayta tiklasin desangiz, universal All-in-One losyonimizni tavsiya qilaman qizlar. Bu 200 mg bemalol, bu bir yildan oshiq vaqt ketadi. Foydalanish tartibi hammasiniki bir xil qizlar. Agar siz faqat losyon xarid qiladigan bo'lsangiz, yuzingiz penka yoki umvalkada yaxshilab yuvasiz va yuzingizni, bo'yingizga, dekolte qismlariga bemalol massaj liniyalar to'g'ri qilgan holda surib foydalanishingiz mumkin. Agar buni kunduzi ham kremlar butigidan ishlataman, namlik kerak degan bo'lsangiz, SPF bo'lishi shart. Buni foydalanish tartibi kunduzi ertalab penka bilan yuz yuviladi, losyon suriladi, singanidan keyin, ya'ni yuz shimganidan keyin orqasidan albatta SPF surib, keyin yarim soatdan keyin chiqish kerak bo'ladi. Mana shunaqa qizlar, kuchli namlik kerak bo'ladigan bo'lsa, Gyaluron, qayta tiklash kerak bo'lsa, Ulitka, oqartirish kerak bo'lsa, oqartiruvchi, ajin bilan kurashish kerak bo'lsa, Ilon, qurgan yuzlarni qayta tiklash kerak bo'lsa, elastikligini oshirish kerak bo'lsa, qora ikra, universal kuchlisidan ber desangiz, All-in-One losyonni xarid qiling. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmati bor. Super losyonlar hammasi.